Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlar bilan 11-sinf jahon tarixining mavzularini ketma-ketinlik asosida bir mavzuni qismlarga bo'lgan holatda rejalar asosida bugundan boshlab o'tib boramiz. Unday bo'lsa boshladik. Birinchi mavzu O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining qo'lga kiritilishi. Mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. 1990-yil 20-iyun kuni O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashining 2-sessiyasida O'zbekiston SSRning mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Mustaqillik deklaratsiyasidagi O'zbekistonning kelajagi uchun tarixiy mas'uliyatni chuqur his etgan holda xalqaro huquq qoidalariga, bashariy qadriyatlariga va demokratik prinsiplarga asoslanib O'zbekiston SSRning davlat mustaqilligini e'lon qiladi degan satrlar mustaqillik uchun tashlangan dastlabki qadam bo'ldi. Ushbu deklaratsiyani qabul qilishda O'zbekistonning mustaqillik uchun kurashi yangi bosqichi bo'ldi va bu kurashning asosiy va muntazam ravishda qo'llab turgan ajoyib deputatlarimiz Oliy Kengash deputatlari faollik ko'rsatdilar. Mustaqillik deklaratsiyasi deputatlar tomonidan moddama-modda har bir millat o'z qoida va prinsiplarini, taqdirlarini o'zi belgilashi, deklaratsiya qoidasi bilan kafolatlanishi qayta va qayta ta'kidlandi. Unda o'zbek xalqining asrlar davomida qo'lga kiritgan davlat qurilishi va madaniy taraqqiyot borasidagi boy tarixiy tajribasi va an'analari hisobiga ularni ko'proq bilish uqtirildi.